Shuhrat aka, Shuncha payt prokuraturada ishlayapsiz. Advokaturada ham ishlayapsiz anchadan beri. shu prokuraturada ishlaganlaringiz hozir qanaqadir yordam beryapti? Amaliy, nazariy deganda. Albatta, hozirgi kunda prokuraturada ishlaganligim aynan advokatura faoliyatimga katta yordam beryapti. Sababi men prokuraturada 15 yil, 16 yil davomida ishlaganman, turli lavozimlarda. Prokuror o'rinbosari bo'lganman, tergovchi bo'lganman, prokuror bo'lganman. Shu davrda juda ham ko'p normalar, ya'ni qonun loyihalariga duch kelganmiz. Qanaqa bo'ladi? Mana siz prokuraturada ishlayotgan davringizda hamma qonunchilikni amaliyotda tizim foydalanib kelasiz. Amaliyotda qanaqa qilib foydalanasiz? Mana misol uchun sizga topshiriq keladi, tergov qilasiz. Shunda qonunchiliklarni qisqa muddatda hamma qonunchilikdan ko'rishingiz mumkin. Qisqa muddatda sifatli bajarishga majbur bo'lasiz. Tergovchi bo'lganingizda ham, prokuror bo'lganingizda ham, o'rinbosar bo'lganingizda ham. O'rinbosar bo'lganingizda mana sizga biriktirilgan tergovchilar bo'ladi. Ichki ishlar tergovchilari bo'ladi, o'zingiz prokuraturaning tergovchilari bo'ladi. Ularni qilgan tergovlarni nazorat qilishga majbur bo'lasiz. Ya'ni qanaqa qilasiz? Bu bitta tergovchi 3 oy davomida deyilani tergov qiladi, sizga olib chiqadi, siz nazorat qilib ko'rishingiz kerak. Shunda uni 3 oylik qilgan deyilasini 1 kunda yoki 1 soatda, 1 kunda yoki 2 soatda. Sababi shahar prokuraturasidan o'rinbosar bo'lib ishlasangiz 20 ta tergovchi bo'lishi mumkin. Shu tergovchilarni hamma jinoyatchilarni ko'rib, qisqa muddatda ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Hozir advokaturada nima menga foyda bo'lyapti? Mana advokaturada himoya qiladigan odamlarni olasiz, o'zingiz himoya ostidagi. Shularning ishlarini endi prokuraturada ish ko'p bo'ladi, hajm ko'p bo'ladi. Qisqa muddatda qilgansiz. Bular hozirgi kunda advokaturada vaqtingiz bemalolroq, hamma qonunchilikni ko'rasiz. Shu qonunchiliklarni ko'rib, amaliyotda qilgan ishlaringizga qarab turib, sifatliroq qilasiz. Shoshmasdan sifatli qilasiz. Ya'ni sizni himoya ostingizdagi shaxsni fuqaroni huquqlarini tiklash osonroq bo'ladi. Amaliyotdagi foydalangan nimalaringizdan foydalanib, kimga qanaqa ariza yozishni bilasiz. Mana misol uchun ichki ishlar qaroridan norozi bo'lsa, kimga yozishni bilasiz. Yoki firibgarlik jinoyati bo'lsa, birinchi kimga yozishni bilasiz. Xuddi shunaqa qanday asoslar bo'lishi kerak. Ya'ni misol uchun firibgarlik deb turib, o'zi asli firibgarlik bo'lmashi mumkin. Yoki talonchilik deyish mumkin, asli talonchilik ham bo'lmashi mumkin. Shularni amaliyotdagi sudlarda qatnashgan bo'lasiz, sudning hukmlarini o'rgangan bo'lasiz. Shu hammasini jamlab turib, hozir advokatura faoliyatimda nima deydi? Qo'llab kelyapman-da, yordam berib kelyapsiz fuqarolarga. Ancha katta yordam berar ekan. Ancha katta yordam beradi, tajribaga ega bo'lasiz. Tajribaga ega bo'lasiz. Mana misol uchun tizimni ishlayotganingizda har xil shaxslar bilan gaplashasiz. Masalan, shunday tashkilot rahbarlari bilan gaplashasiz, bevosita o'zingiz rahbaringiz bilan gaplashasiz. Ular nima o'ylayotganini, nima to'g'ri bo'lishligini ham gapirishni bilasiz. Amaliyotda ham advokatingizda ham bilasizki, o'sha misol uchun quyi turuvchi xodimni yuqori turuvchi rahbarni nazorat qiladigan hujjatni qanday tartibda yozish tartibini ham bilasiz. Yozib bekor qilish uchun asoslarni ham yozib beradi. Bu misol uchun ko'ramiz, hozirgi kunda advokatlarda yoki o'zimiz fuqarolarni olib kelgan hujjatlarni ko'rsangiz, 10 lab, 15 varaqlab ariza yozib beradi. Uni qisqa yozish kerak. 1,5-2 varaq. Asosli joylar, asosli joylarni yozib bersangiz, qandaydir osonroq, ham o'zingiz vaqtingiz tejaladi, asablaringiz ham tejaladi. Hali fuqaroning huquqi ham tezroq tiklanadi-da. Nari tomondan shu nazorat qilayotgan tomonlarga ham nima deydi, tushunarli qilib yozib bersangiz, ularga ham yaxshi-da. Tushunarli. Rahmat aka.